Nega dasturchilar doim ish qidirib yurgan bo'ladi? Hop, dasturchi deyilganda faqat juniorlar nazarda tutilmaydi. Middle, seniorlar ham ish qidirib yurgan bo'lishi mumkin. Faqat ish qidirib yurish har xil tushuniladi. Masalan, umuman ishsiz bo'lsa, u qidirishi tabiiy, lekin ishlab turib ham masalan ishxonasidan ko'ngli to'lmayotgan bo'lishi mumkin yoki o'zini noto'g'ri joydaman deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, bundan ham qiziqarliroq loyiha bo'ladigan bo'lsa, o'shanga o'tish ma'nosida apply qilib yurgan bo'lishi mumkin. Ya'ni ishi bor va yana qo'shimcha ish qidiryapti. Bundan tashqari, qo'shimcha daromad sifatida yoki ikkita ish qo'yish uchun ham ish qidiriladi. O'shaning uchun nega ish qidirib yurishibdi degan savol juda ham umumiy. Konkret misollar bilan aytilsa, mana falonchi shunaqa mutaxassisligi bor, nimaga ish qidiryapti deyilsa, menimcha aniqroq bo'lardi. Dasturchilar degan narsani olib tashlash kerak bu yerdan, chunki qarasangiz juda ham ko'p odam shundan ish qidirib yurgan bo'ladi. Kim meni ishga olar ekan deb yurgan bo'lishadi ko'pincha. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, hech kim o'zidan o'zi ishga olmaydi. 10 yil oldin ham olishi mumkin edi, lekin hozir olmasligining sababi texnologiyalar rivojlanib ketdi, sun'iy intellektdan ham rivojlanib ketdi. Ya'ni siz kirisha olmayotgan ishingizni sun'iy intellektda 10 minutda, 15 minutda bitta yaxshi ishni bitirib qo'ysa bo'ladi. Shunaqa ekan, siz sun'iy intellekt qila olmaydigan darajada yoki o'shanga alternativ value bera oladigan darajada bo'lmasangiz, shunaqa ishga kira olmasdan yurishingiz mumkin.